Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlari. Azizlar, mana kecha video chiqargandik 26-mart kuni. Bugun 27-mart 2025-yil. Ustalarimiz mana nasib bo'lsa o'sha 26 metr bo'lgan joyga quyib bo'lishdi. 62 balandligi bo'ldi. Kecha biz video tushirib ketgan payti vodinnoga olinmagan ekan. Hozir vodinnoga olingan, o'sha kovlab qo'yishgan. Kechagi videoda ko'rsatgandik, mana chuqurligi 15-20 sm kavlangan. 62 o'sha chuqurlik bilan bo'lgan. Mana baho berasizlar. 65 mingdan quyilgan. Hovli devor bu 26 metr bo'lgan joy. O'sha pris bloklarni ham terib berishadi. 3 mingdan kelgan donasi uygacha va 2 ming so'mdan ustaqiga teriladi. Nasib bo'lsa mana ustalarimiz betonlarni quyib bo'lishdi, baho berasizlar. Qashqadaryo viloyati Kasb tuman bo'yicha bo'lsa murojaat qilaverasizlar bemalol. Telefon raqamini qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kashf juda ham zo'r, sement yaxshi berilgan. Mana. Eni 40 sm, 62 balandlik bo'lgan. O'sha 1 tonna yaqin sement ishlatilgan. 10 metr narigi tomonimizga ham bor. Hozir buni quyib bo'lishdi nasib bo'lsa, mana bir kunga palavkalarni o'rnatib. Mana sementga e'tibor berasizlar, juda ham shirali. Hozir mana 2 metr joyimiz qolgan. Shu birdan quyib ketishadi va narigi tomonga ham bor joy. 10 metr o'sha bilan rastvor qorib birdan tekislab olishadi. Vodinnoga olingan o'sha narxlarni hammasini aytdik. 65 mingdan qo'yilgan, 62 ga 40 tani kavlab qo'yishgan. Hovli devor bu mana. Azizlar, murojaat qilaverasizlar. Ushbu zakaz Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida bo'lgan. 60li apalovka chuqurga tashlangan uchun 62 qo'yildi mana. Yer o'sha past balandligiga qarab to'yilgan ayrim joylar mana. Suv uchun turbalar ham qo'yib ketishgan. Yigirma 24 soat bo'lgan yo'q, lekin kачествоsi juda ham yaxshi mana. 72 soatga o'zi o'sha rastvor sement qotadi. Nasib bo'lsa 2-3 kundan keyin bemalol qotib. Bahor oylarida suv kerak emas. Yoz oylarida quyilsa, shu quyilgandan keyin 1 kundan keyin o'sha suv quyib yana shu zabardast qilib zakalyonni qilsa ham bo'ladi. Suv sepish sababi bishadi. Ko'proq suv sepaversa. O'z bahor oylari yomg'ir ko'p bo'lgani uchun suv sepish shart emas. Yoz oylari juda tez qurigan evaziga o'sha suv sepib turiladi, beton ustiga обязательно. Shu sement tezroq qotadi, keyin ustidan bemalol masalan shu shlaka blokni qanday ish qilib ketaversa bo'laveradi. Ish jarayoni davom etyapti. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Nariyoqqa ham 10 metr bor. O'shani ham qo'yishamiz ustalarimiz bugun nasib bo'lsa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Kuzatib boringlar. Instagram, Telegram, YouTube'da Hunarmand video sizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Telefon raqamini qo'yamiz. Video nomida yo описаниеda bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar. Qashqadaryo Kasb tuman bo'yicha faqat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.